Mana mana shu yozuvni ko'ryapsizmi? 2 oyoqlik. Bilaman, o'qishni bilasiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Men nima uchun shu yozuvni ko'ryapsizmi deyman. Hozir o'tirib bolalar bilan Olexni qaradik, boshqa joyga qaradik. Bitta narsadan masa qilib bordim, gap ochig'i. Alhamdulillah, har xil motosalonlarga qaraganda yoki tirikchilikda yurgan odamlarga qaragan bizda narx mashinada tafovut bor ekan. Alhamdulillah. O'zim ham to'g'risi kayf ko'rdim, okalar narx-navolarni ko'rib solishtirib, bitta joyda yangi qo'yib qo'ygan motlarni, misol uchun aytaman, men sotgan turistlarlarim bormi, boshqasi bormi, narx-navoni solishtirib olmay, yangisini ham, buvisini ham 3,5 ming, 3,800 bo'lishyapti. Okalar, insofinglar bormi? Bilasizlar, o'zi bu mutni ish bilan ko'rayotganinglarni, boshqani, men ham pul tikib olib kelaman shu mutlarni. Yetakchi siz ham pul tikib olib kelasiz. Nima sabab bunchalik $8 qimmat, $1000 qimmat? Yo menga ko'proq pul kerak deb aytinglar, biz tushunaylik. Ikiyotgan odam ham menda qimmat deb aytinglar, u odam ham o'shunga qarab planirovkasini qilsin, gap ochig'ida. Olexni ko'raman, ba'zi bir sotuvchilar 200 kubli mototsikl hali 1000 kilometr ham yurmadim. Bo'largani 2600 bo'lsa beraveraman. Bratuxa, men 2300, 2400 ga men masala narsa beraman, gap ochig'i. ABS bor, u eskilik sarfini qo'ying, ABS yo'q, prosta tak motor. Men ularni 1300, 1,5 sotaman men. Turib shu videoga kelib qoldi, kirib aylanib o'tirman. Endi biz ham tirikchilikdagi odammiz yo'q, kelib shularni ko'rib arzonroq bo'lsa yoki yaxshi variant chiqsa, narx-navosini egasi kelishtirib bersa, talashib tortishib olib biz ham tirikchilikka sotamiz degan niyatda baribir internetlarni aylanamiz. Ko'rib faqat kulasiz, faqat kulasiz gap ochig'i. Klientlar ham o'tiribdi, komanda ham o'tiribdi, ko'rib quvonib ketaman, alhamdulillah. Chiroyli narx chiqarar ekanmiz. 2 oyoqlikdan qo'ymasa. Shunaqa narx-navolarda yeb qo'ymaslik uchun, boshqa qilib qo'ymaslik uchun nima qilishingiz kerak? 2 oyoqlik obuna bo'lib qo'ying. Bundan-da arzon model xudo xolisa hali oldinda yana ham maksimallik tortishib, boshqa qilib sizlarga chiroyli qilib chiqarish harakatidamiz okalar. Kuninglar xayrli o'tsin. Sizlar bilan 2 oyoqlik kanali bo'ldi. Hammaga rahmat.